Akalaman buni bitta ko'ringlar-da. Gilos ko'rasizlarmi? Oh. Shu gilosimizni sotxi 11 ming dollardan bo'lyapti. Ya'ni nomiga mos Nazarbek Mevazor mahallasiga kelganmiz. 8 sotuli mana shu katta uchastkamizni juda ham chiroyli gilos bog'iga aylantirib qo'yilgan bo'ladi. Mahallada suv, svet, gaz hamma narsa bor deyishyapti. Uchastkamizning ko'cha taraflama fasadi 20, ichkariga 40 bo'ladi, to'rt burchak shaklida. Har qanaqa planirovka qilaman desanglar, juda ham chiroyli chiqadi. Tayyor mana shu katta gilos daraxtlar bilan birga. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz. Sot 11 ming dollardan hali kelishiladigan joy bor. O'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Akalaman buni bitta ko'ringlar-da. Gilos ko'rasizlarmi? Oh. Shu gilosimizni sotxi 11 ming dollardan bo'lyapti. Ya'ni nomiga mos Nazarbek Mevazor mahallasiga kelganmiz. 8 sotuli mana shu katta uchastkamizni juda ham chiroyli gilos bog'iga aylantirib qo'yilgan bo'ladi. Mahallada suv, svet, gaz hamma narsa bor deyishyapti. Uchastkamizning ko'cha taraflama fasadi 20, ichkariga 40 bo'ladi, to'rt burchak shaklida. Har qanaqa planirovka qilaman desanglar, juda ham chiroyli chiqadi. Tayyor mana shu katta gilos daraxtlar bilan birga. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz. Sot 11 ming dollardan hali kelishiladigan joy bor. O'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Akalaman buni bitta ko'ringlar-da. Gilos ko'rasizlarmi? Oh. Shu gilosimizni sotxi 11 ming dollardan bo'lyapti. Ya'ni nomiga mos Nazarbek Mevazor mahallasiga kelganmiz. 8 sotuli mana shu katta uchastkamizni juda ham chiroyli gilos bog'iga aylantirib qo'yilgan bo'ladi. Mahallada suv, svet, gaz hamma narsa bor deyishyapti. Uchastkamizning ko'cha taraflama fasadi 20, ichkariga 40 bo'ladi, to'rt burchak shaklida. Har qanaqa planirovka qilaman desanglar, juda ham chiroyli chiqadi. Tayyor mana shu katta gilos daraxtlar bilan birga. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz. Sot 11 ming dollardan hali kelishiladigan joy bor. O'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Akalaman buni bitta ko'ringlar-da. Gilos ko'rasizlarmi? Oh. Shu gilosimizni sotxi 11 ming dollardan bo'lyapti. Ya'ni nomiga mos Nazarbek Mevazor mahallasiga kelganmiz. 8 sotuli mana shu katta uchastkamizni juda ham chiroyli gilos bog'iga aylantirib qo'yilgan bo'ladi. Mahallada suv, svet, gaz hamma narsa bor deyishyapti. Uchastkamizning ko'cha taraflama fasadi 20, ichkariga 40 bo'ladi, to'rt burchak shaklida. Har qanaqa planirovka qilaman desanglar, juda ham chiroyli chiqadi. Tayyor mana shu katta gilos daraxtlar bilan birga. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz. Sot 11 ming dollardan hali kelishiladigan joy bor. O'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Akalaman buni bitta ko'ringlar-da. Gilos ko'rasizlarmi? Oh. Shu gilosimizni sotxi 11 ming dollardan bo'lyapti. Ya'ni nomiga mos Nazarbek Mevazor mahallasiga kelganmiz. 8 sotuli mana shu katta